Bu maktub yozish istagi qanday paydo bo'ldi? Qiziqarli faktlarni o'qiyotgan edim. Shu qurolicha xatlarni o'qishiga qiziqishini bildim. Kuniga 100 tagacha xat o'qishi mumkin ekan boshqa odamlardan kelgan. Ham Angliyaning kulturasiga, Angliyaga qiziqqanligim uchun harakat qilib ko'rdim. Xatni jo'natishga, boshqa davlatlardan bog'laganini ko'rdim xatlarni. O'shanga qarasam bizda hali hech kim olmagan. O'shanga birinchilardan bo'lib harakat qilish istagi bo'ldi. Bu O'zbekistonda birinchi marta. Meni bilishimcha chunki men istab ko'rdim, bu xat olganlarni hali ko'rmadim. Birinchi bo'lib men oldim deb hisoblayman. Bu maqtanish emas yo boshqa emas, shu qo'limdan kelishini isbotlab qo'yishadi, chunki boshqa davlatlardagi bolalar olganini nimaga biz ola olmaymiz. Maktub mazmuni nimadan iborat edi? Taniqli odamlardan dastxat yig'ishga qiziqaman. O'shanga ham eng avvalo shuning uchun dastxat so'rab yozgan edim. Lekin ularning ham o'zini qonun qoidasi bor ekan, o'shanga qirolicha uzr so'rab, dastxat bera olmasligini aytdi va nimagaligini ham tushuntirdi. Ularning qonun qoidasi bo'yicha notanish odamlarga dastxat berish mumkin emas ekan. O'shanga dastxatni o'rniga men esdalik sovg'a sifatida rasm jo'natdim deb yozibdilar. Qirolicha haqida o'zi qanday ma'lumotlarga egasiz? Ochiq ko'ngilligi haqida bilaman. Kimki qiziqsa yo bironta yordam so'rab yozadigan bo'lsa, yo'q deb javob bermasligini, qo'ldan kelgancha yordam berib, shunday qilib yozishini bilgandim. Nega aynan Angliyaga xat yozish? O'zi birinchidan qiziqishim, buni aytib o'tdim. Ham boshqa odamlarga ham harakat qildim adres topib, bularga ham jo'natishga. Hozirda Rossiyaning prezidenti Putinga ham yozganman, Ramzan Kadirovga yozganman. Ulardan ham javob xatini kutyapman. Birinchi bo'lib shu Angliyaning qirolichasidan javob xati keldi. Bundan juda ham xursand bo'ldim desam bo'ladi, chunki hech kutmagan edim. Boshqalardan kelganda ham qirolichadan keladi deb o'ylamagan edim. Juda xursand bo'ldim. Siz qachon yozgan edingiz? Maktub qancha muddatda javob qaytdi? O'tgan yili yozgan edim. Shu bilmayman nimaga sekin keldi. 3 oy, 4 oyda javob xati keldi. Uyga tashlab ketishgan ekan. Uydagilar berishganda birinchi ishonmadim, hazillashyapti deb o'yladim. Keyin surishtirib ko'rsam, rostdan ham pochtadan tashlab ketishgan ekan. Keyin boshqa olgan bolalarni, boshqa davlatlardan olgan bolalar bilan solishtirib ko'rsam, konvert ham, xat qog'ozi ham shuni o'zi ekan. O'shandan keyin ishondim. Sizga javob xati aynan nimalar yozilgan edi javobda? Men haqimda bilish juda qiziq bo'lganligi, shahrim haqida bilish juda qiziq bo'lganligi, iloji bo'lganda ko'rishish, istagida bo'lganliklar, nomi iloji yo'qligini aytganlar. Yozgan xatim uchun tashakkur xatini jo'natganlar, rasm qo'shib sovg'a sifatida jo'natganlar va yana xatimni kutishlarini jo'natganlar. O'zingiz endi bu xatdan masalan ilhomlanib, umuman nimalarni rejalashtiryapsiz umuman kelajagingiz uchun? Ingliz tilini eng avvalo qattiq o'rganishdaman. Hozir o'rtanchadan yuqori desam bo'ladi. O'rganishdaman, astoydil harakat qilyapman. Iloji boricha harakat qilaman, balki keyinchalik Angliyada o'qirman. Amerikaga harakat qilyapman. Xudo xolsa agar hammasi niyatdagidek ketsa, Angliyada o'qishim mumkin. Qo'shimcha motivatsiya bo'ldi deb o'ylayman ingliz tilini yodlashga. Shu xat o'zgarishlarni ham kiritdi desam bo'ladi hayotimga. Angliya qirolichasidan maktub kelishi bu katta sharaf. Shuning uchun bu hammaga maktubni o'zingiz ochib ko'rsatsangiz. Hozirgi kunda qo'lyozma maktublar hayotimizdan ancha uzoqlashib ketgan, ammo haqiqiy maktubning ham o'z siri, sinoati bor. Ayniqsa qirolichadan kelgan maktubni ushlash insonga boshqacha his bag'ishlar ekan. Buni o'zimiz ham his qilib ko'rdik. E'tibor va javob maktubi uchun Elizaveta II ga biz ham tashakkur izhor etamiz.